Eğer şu vaqtda mening vicdanımga, insonligimga xilop har qanday bir söz bo'lib qolgan bo'lsa, ya'ni millatimga foydasiz har qanday söz bo'lgan bo'lsa, bu hargiz mening so'zim emas. Yoki qurashtirilgan, yolg'onni yasalgan, yoki men ushlangan ahvolda bo'lgan söz bo'lishi mumkin. Men normal sharoitda, agar kallamdan bo'lsa, har qanday qiyin qisqa, hatto chanalgan sharoitda men o'zimning millatiga qarshi foydasiz hayni gapni qilishim, harakat qilishim mumkin emas. Yaxshi kun yomon ketmasa, gap qoldirishni yo'q deb o'ylayman. Mening nechaqcha qilayotgan birinchisi men har qanday terrorist guruh yoki har qanday sirtki tashkilot qatnashganim yo'q. Mening muchaqchi qilayotganim ilmiy yo'l bilan, hech yo'l bilan, qalam orqali, kishi orqali, diplomat yo'li orqali Uyg'urlarning kishilik huquqi, qonun huquqi va avtonomiya huquqini talab qilib keldim. Bundan başka beraberlikni, meyli ayrım insan olsun, meyli millet ve medeniyet olsun, din olsun, Uygurluktan beraberlikini talep geldim. Bu hükümetini, erfariyetini talep kıldım. Benim başka zoralarlık, kişiga gruplarının katlaşmanım yok. Bu bir. Hem işkincisi ben Cumhuriyet'te bir teşkilat kurgunum yok. Lekin benim etrafımda erkekten beni kollaydıgan meyli, kanunlar olsun, Uygurlar olsun aldı. Bunu Cumhuriyet'te yaman suyunukçusuna paylansı olmaydı da hem de. Başka kısıkça ben milletimdeki meyli men anlat olay kaçan bolsa mening uçak teklif qilayotgan talab qilayotgan kishilik huquq, qonun huquq, avtonomiya huquq, barabarlik huquq bir aqaliyat talab qilayotgan Cumhuriyetimiz hamdardin bir insonni buzgan vijdonni talab qilayotgan. Yuqorqilar İlham To'xta apandining 2014-yil 15 yanvar qo'lga ilinishidan yarim yil ilgari, ya'ni 2013-yil 7-oyning 24-kuni Beijing vaqti tun nisbi, Washington vaqti tush mezgilida radiomuz Uyg'ur bo'limiga telefon qilib, o'zining har vaqt tutqun qilinish, hatto o'lim xavfi kelishi mumkinligi haqida radiomuz Uyg'ur bo'limidan menga havola qilgan so'zlar. Agar kelgusida men ulab ketgan bo'lsa, men cho'qin o'ylayman, o'zim birinchi men kasal sababdan emas, ikkinchisi hargiz men bir Uyg'ur, men bir ota, men bir hem biz Uyg'urlarninki an'anasida ulib o'tish an'ana yo'qda, bu mening qalbimda men bu xil ulib olgan odamlarni azaldan aytdi, ko'n ko'raman. Buni bilishim mumkin emas. Ayni chog'da Ilham To'xta apandi radiomuz Uyg'ur bo'limiga qilgan so'zida o'zining shu kuni radiomuzga qilgan mazkur bayonotini yana Beijingdagi do'stlari va Erkin Osiyo radiosidan boshqa bir qancha xalqaro taratqular muxbirga avatganligini bildirib, shu kuni o'ttirda ilib berilgan suhbatning to'liq mazmunini toki u Xitoy hukumat doiralari tarafidan qaralanib qo'lga ilinish, noma'lum kishilar tarafidan qasdga uchrash, hatto yuz berish ehtimoli bo'lgan o'lim xavfiga yo'liqqan qadar e'lon qilmasligimni havola qilgan edi. Ayni chog'da Ilham To'xta apandi menga saqlab qo'yishni va o'zi tutqun qilinganda Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limi orqali dunyoga oshkorlash talab qilingan suhbatning to'liq qismi 2014-yil 1-oyning 31-kuni Erkin Osiyo radiosining Uyg'urcha anglitishida tunji qitim Uyg'ur tilida dunyoga anglitildi. Mazkur suhbatning tafsiloti shu yili 2-fevral kuni yana inglizchaga to'liq tarjima qilinib, Erkin Osiyo radiosining inglizcha beti orqali butun dunyoga tarqatildi. Tuanda ko'pchilik sunlig'inim uning ta'qib ostidagi hayot to'g'riliq bayonlari va agar o'zi kunlarning birida Xitoy hukumati tomonidan tutqun qilinib, Xitoy hukumati u qilmagan jinoyatlarni otib, uni qaralsa, hatto uning tuyuqsiz o'lib ketganligi yoki o'zini o'ltirib olganligi haqidagi xabarlarni tarqatsa, Erkin Osiyo radiosi orqali dunyoga oshkorlash talab qilingan suhbatning to'liq qismi. Qanaqa o'zingiz bek jiddiymi nima mushkullarda? Yalnız hazır bu etrafdagi jiddiylik uchun bu necha kun bo'ldi, maxsus 24 soat soqchi mashinasi, boshqa bexatarlikka o'zi hamshonlik tartib. Bir minutni yana o'zini ayirmay nega bosin sog'lomchi shundoq nazoratchilarga kuchayib qiladi hozir. Ana bu yaqindan bu yana atrofdagi bolalar bir-birlab shundoq meyli hamma do'stlar bo'lsin, meyli Uyg'urlar bo'lsin, xabarchilar avvatida. Men qarcha ularda Bağımsızlıktan bakılır, emaniyet buluş mümkün şu. Hazır kim yaxşı gün yağmur ketmasa, gap kaldırışını yürütüp buldurum şu. Oldu. Başka güvenlik yok. Benim asasım beyanatında. Benim bedenimde hazır hiç kalmak geçerli yok da. Bu Xitay burun
ki çok teşekkür şey vardı. Sıtkı doktorun hepsiydi. Mağlan emas bütün mektepte hukukçularca. Endi benimki beden teşekkür işlemi şu Beijing'deki aş kompütör arqılı çoğun doktorlarının hakkında oldu. Bedende hiç kandak kisel yok benim. Ben bunu sağlam alemde. Fakat işkin günü ayrılığında günge saqçılar şu bexter saqçıları hürmetkerlikte bir mezun ağrış boğan hem çarpı sebebine vaqtda. Hazır ağrış yok. Ben bir bütün sağlam adam. Eğer kelgüsüde men ulap gitken bolsam, ben çoğun oylayman, yüzen birincisi, men kesel sebebin emas, ikincisi, herkes men bir uygu, men bir ata, men bir hem biz uygularınki ananesi de yürüyüş, anane yok da, bu benim kallandığıma, ben bu söz yürüyülen adamlarını ezelden hayti kön görme. Yürüyüşü mümkün emas, bu birinci deydiğen gepte. Hem ikincisi, men herkes uğurlaştırılan advokat bana gerek emas da, men hiç kaçan uğurlaştırılan advokatını doğru kılışım mümkün emas. Benim advokatım var, bu Veysel'a başkalar buldu, men çoğun advokat yapıklığına. Hem üçüncüden, eğer şu vakta benim vicdanımla, insanlıkımda xilaf herkandak bir söz bolup kalgan bolsa, yani milletimge paydasız herkandak söz bolgan bolsa, bu herkes menin sözüm emas. Yoki qurashtirilgan, yalgany yasalgan, yoki men ushlanilgan ahvolda bolgan söz bo'lishi mumkin. Men normal sharoitda, agar kallamdan bolsa, herkandak qiyin qista, hatto charalgan sharoitda men o'zimning millatiga qarashi, paydasız hayni gapni qilishim, harakat qilishim mumkin emas. Boshqa binormal ahvolda balkim bo'lib qilishi mumkin. Bu degan binormal degani qiyinchilik emas. Balki mevzulantirilgan yoki bir to'g'ri qilingan ahvol bo'lishi mumkin-da. Bu menimcha tushunadigan muhim narsa. Anladingmi? Anlayapti devrim. To'rtinchisi, mening rejasini qilayotgan birinchisi men har qanday terrorist guruh yoki har qanday sirtki tashlab qatnashganim yo'q. Mening mujaxshi qilayotganim ilmiy yo'l bilan, hech yo'l bilan, kalem orqali, kisiya orqali, diplomat yo'li orqali Uyg'urlarninki kishilik huquqi, qonun huquqi va optimiya huquqini talab qilib keldim. Bundan boshqa barobarlikni, mayli ayrim inson bo'lsin, mayli millat va madaniyat bo'lsin, din bo'lsin, Uyg'urlikdan barobarlikni talab qilib keldim. Bu Uyg'urlikni aqliyatni talab qildim. Mening boshqa zo'ravonlik ishga guruhda men qatnashganim yo'q. Bu bir. Ham ikkinchisi men jumhuriyatda bir tashkilot qurganim yo'q. Lekin mening kitabimda haqiqatan meni qo'llaydigan mayli xonlar bo'lsin, Uyg'urlar bo'lsin, oldi. Buni jumhuriyatda yomon tushunishda paylansa bo'lmaydi-da hamda. Boshqa qisqasi men millatimniki mayli men bo'lay, qachon bo'lsa, mening muchoq taklif qilayotgan talab ishchi huquq, qonun huquq, avtonomiya huquq, barobarlik huquqda. Bir aqliyat talab qilayotgan jumhuriyatda xalqlardan bir insonni buzgan vicdanni talab qilayotgan. Bu menimcha ko'rsatiladigan narsa. Menda boshqa men o'zimni manguga gunohsiz deb o'ylayman. Shuni ham men deb qo'yishni zo'r deb bizimda mehribon. Chunki mening atrofda do'stlar xalqlar bo'lsin, dunyo tutmak beradi. Uning do'stlarga xizmat bo'lsa, atrofimda soqchilar ko'p maktabgacha o'qiyapti. Yani 500-900 buna bakmamda burada hazır icra olacak. Bu da dünyada bana bekçilik kaldı. Bu da 5. yıldan başlap ben bunu aldı da bu akbarat turlarını kurgulduk. Benim tordan başka muhtaçlık faaliyet köp bolgan ekan, bu da çıkmay kaldı. Bu da belki bu da niyeti bir tabi yaman boz gerek. Lekin mening buna olgan niyetim eski emas. Çünkü men hammani dialog bilan, milletimni o'quvini dialog bilan olmas, kechuvga olmas. Men yili ham Beijingda hamma ochiq ko'ch Beijing orqali qilamiz deb o'ylayman shu yeri bor. Chunki bu Şisangi deymiz, 1 milyar 300 milyon xalq. Bularninki tushunishi, siz o'zimizning barobar huquqini erishimiz aytib kelishmashqa, mening fikr qilganim bayg'i buruqlarni mushlar tushuntirishlarda chiqcha. Mushlar tushuntirish, xizmat ishlash. Demisi bu do'stlarim avdi musharning nurg'on sarqillari. Meyli sistematik olsun, bu biz nurg'on narsa, ammo yezilmagan narsalar deyilmagan narsa. Hamda albatta bulardan bo'lgan narsa. Başka adamın eski vaktinden bulardan kimden yoktuş karar gelgen olsun mümkün oldu. Ama şu takım açtığına vakti küşüden bulanıyorum. Tartışan daha beğenmem diyeyim. Bıçak çıkarsam devletin içinde bu daha yok. Bu arada benim bir vaktan bağlarım var, liseyelerim, yazan şeklerim, asfaltçılık yaptığım
xafa bo'lsa kerak. Ba'zi azirmaydi deyish, vaqt bo'ladi bunga. Uşaq arxil qalan xəbərlər xilaf yazıb otqan narsa, o'ylsam bir xil ko'nglim bir xil foydasiz narsa xatarlashib. Boshqa maynamni siz ashuni bir saqlab qo'yishimiz berman hozir emas. Ashi kerak bo'lganda agar ashunday yomon kun bo'lganda agar kerak bo'lib qolsa ashuni ishlatsimiz. Bo'ladi, men saqlab qo'yman, lekin o kunlarni bizga ko'rsatmasin. Şunda ben uzunlara boylayamam. Benim dostum uzunda internette uzunda alan yani ağlaş başlamışım. Yaxşı bunun yaman gidip bazı edip sizi kaldırıp koydum. Birincisi siz boğan işinç, hemen bu film işinç. Menimce aramızda devamımızda boylayamam. Hemisi ben tasat bir beri iş koptup kalsam kızımla uç kaçları bir yerden taraf bir sana olsa. Bo'ldi, albatta, uni da xotirjam bo'ling. Bo'ldi, men hozircha rekord qilib qo'ydim. Başka gap yok. Ağlanmazdı ama şunu paralizattan cevap veriyordu. Ben gitmemiz gibi.